Milliy sertifikat imtihonida tushgan yuqoridagi misol yechimini ko'rib chiqamiz. Kosinus alfa plus ildiz osti 3 kosinus beta teng 0. Xo'p, bu yerda 2 alfa plus beta 180 gradusga teng. Bundan betani topsak 180 minus 2 alfa. Kosinus alfa plus ildiz osti 3 ko'paytirilgan kosinus betani o'rniga kosinus 180 minus 2 alfani keltirib qo'yamiz. Teng 0. Kosinus alfa minus bo'lib ketadi, chunki 180 minus 2 alfa ikkinchi o'ringa qaytadi. Ikkinchi o'rinda kosinus ishorasi manfiy, ildiz osti 3 kosinus 2 alfa teng 0. Bundan kosinus alfa minus ildiz osti 3 kosinus 2 alfani esa 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 teng 0 qilib o'zgartiramiz. Shunda kosinus alfa minus 2 ildiz osti 3 kosinus kvadrat alfa plus ildiz osti 3 teng 0. Xo'p, bu minus 2 ildiz osti 3 kosinus kvadrat alfa plus kosinus alfa plus ildiz osti 3 teng 0. Diskriminant teng 1 plus 4 ko'paygan 2 ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 3. Ya'ni 1 plus 24 bo'lib 5 ni kvadrati. Bundan kosinus alfani topsak 1 plus minus 5 taqsim 4 ildiz osti 3. Endi minus 1 taqsim minus 4 ildiz osti 3 hisoblasak, hop, bitta javobi chiqadi. 4 taqsim minus 4 ildiz osti 3 va bitta javobi chiqadi minus 6 taqsim minus 4 ildiz osti 3. Bundan hop soddalashtirsak minus 6 taqsim minus 4 ildiz osti 3 qisqarib ketadi. Hop, minusga bo'lib yuboramiz. 2 ga bo'lsak 2 taqsim 3 taqsim 2 ildiz osti 3 yoki bo'lmasam ildiz osti 3 taqsim 2. Ikkinchi javobi esa minus 1 taqsim ildiz osti 3. Aniq qiymatga kelmayapti. Demak, kosinus alfa teng ildiz osti 3 taqsim 2 ni olib ketamiz. Bunda alfa kosinus 30 gradusda ildiz osti 3 taqsim 2 ga erishadi. Alfa teng 30 gradus ekan. Endi betani topsak 180 minus 2 kara 30. 180 minus 60 teng 120. Bizdan alfa minus betaning modulini so'rayapti. Alfa minus beta. Ya'ni 30 minus 120 teng 90. Demak, alfa minus beta 90 gradusga teng ekan.